Assalomu alaykum Farg'ona Obzor Ashaddiy muxlislari. Hozirda biz Farg'ona Kirgili bozoridamiz. Bu yerda ishlatilgan mebellar joy kelganmiz. Ya'ni bu yerda qaranglar, ishlatilgani ham bor, yangi mebellar ham bor ekan. Mana bizdan ko'pchilik so'rashyapti, bu mo'ykada. Videoni ochiq ko'rsalaring, shu yerda akamizdan to'liq ma'lumotlarni olib o'tamiz, xudo xolasa. Bu yerda qaranglar, spani garniturlari ham zo'ri bor ekan. Bular ishlatilgan holatlari yangidek ekan, qaranglar. Videoni ochiq ko'ringlar, sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bittadan like bosib, bizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa mana 40 mingta bo'ldi. Poddesh qilib tursalaring, yana xudo xolasa 100 mingta bo'lishga harakat qilyapmiz. Kuzatib turinglar. Pastda Telegram kanalimiz bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, u yerdan ham mebel xarid qilishlaring mumkin va mana shu bozorda lokatsiyasi bor. Xo'p, sizlarga ham qanaqadir reklama xizmati kerak bo'lsa, mebeldan sotmoqchi bo'lsa, uy, joy ishlab chiqarish har qanday turdagi ishlab chiqarishni shunaqalarda reklama qilib beramiz. Tepada reklama uchun nomerimiz bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Assalom. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, bu yerda yangisi ham bor ekan, ishlatilgan-mi? Bu yotoqxona turlarimiz bu ishlatilgan. Ishlatilgan. Uni nariga olib qo'yishgan turgan bir qator ko'rsatib. Hozir video davomida ko'rsatamiz. Bu oshxona mebellar bor, har xil razmerda. Ha, o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zingizlar ishlab chiqarasizlar, xudo xolasa. Bularga hozir narx-navolar bilan pulni yordam berib o'tamiz. O'zi mana shu spani garniturdan boshlaydi. Bo'ldi, ko'raverasiz, mana ular Trimosi mana. Bitta g'aladonli. Holatlari yaxshi, xudo xolasa. G'aladoni ham yaxshi, hamma yo'g'i. Bu shfanera 4 eshikli. Mana. 4 eshikli shfanera. Polka. Bir tomoni. O'rta vishilka mana. Ha, buni o'rtasi vishilka bo'lar ekan. Ha, o'rtasi 2 qanat vishilka. Bu tomoni ham polka. Tumbalari tevada spalni yonida. Spalni mana matraslarni ko'ring o'ziniki mana. Saylargacha dispi. Saylar dispi. Bosh tomonlari. Bu shpaneri ham juda kattaroq ekan-a? Qolgan nima nisbatan? Xo'p, endi komplekt holati necha pul mana shu spalni yotoqxona mebel? Berishimiz 3,5 millionga beramiz. 3,5 million so'm. 3,5 million so'm qaranglar mana spalni garnitur. Endi bu ikkinchisi. Ikkinchisi spalni ko'rsataverasiz. Bu matras yangi shekilli? Yangi bular ishlamagan. Qaylari ham ini laminat, faner bas uni. Laminat, splashni-ya? Splashni. Matras ikki tomonlama. Holatlari lekin zo'r holatda, taniq turibdi ekan. Hech qancha ishlatishmagan ekan. Motirimosi mana shu. Motirimosi, ha. Stulcha bemalol. Ha shu stulcha ham shuniki. Mana g'aladonlari. Haydi eshiklari. Mosvetlargacha yonadi. Mosveti bor. Tayyor nimasi turibdi. Ulab qo'ysa. Bu shfanera ikkiga bo'linadi ular. Bir tomon vishilka. Mana. Bu tomonni oling-da mana. Bu tomoni ham vishilka, o'rta polka sexlarigacha bor. Sexlarigacha bor. Ha. Mana. Tumbalar tepada, tumbalarni polkalargacha bor. Polkasi ham bor, ikkita tumbasi. Eshiklari vakuum. Tomoni ham boshdan yaxshi tushgan ekan. Xo'p, bunisini narxi necha pul endi? Bunisini 4,5 million qilib beramiz, qilib berishimiz. 4,5 million so'mini. Uje holati ham bilinib turibdi, hech qancha ishlatishmagan ekan uje. Xo'p. Endi oshxona mebellarga o'tamiz, ana shu yerdan tanishtirib ketaveramiz. Bular 1 metrliklarimiz. Mana shular mana. Ko'ring-da, chironkalari PVX. Stanoyda bosilgan bo'ladi. Stanoydagi nasoslargacha bor, barilarda tomonday holati. Ini mana tekstil zavodskiy. Orqalari faner bas, bemalol. Orqasi ham hozir laminat-a bu? Ha, laminat. Shunaqa laminat bo'ladimi qalinmi? Bitta shunaqa 1.6 mana. Milatiroli hammasida. Hammasini oshmoqchilar bir xil ishlangan. Mo'lar 80 santimetrlik. Mo'larimizni pulini 900 ming qilib beramiz. Har xil sveti bor. 1 metrlik. Bular 1 metr. Ha. Mo'lar 80lik, g'aladonlari katta bo'ladi. Bularni 600 ming qilib beramiz. 80lik 600 ming so'm. Aha. Arzonroq oshxona mebel so'ragan. Bular 220 lar. Bular 220. 220 liklar. Bularni 2 million qilib beryapmiz, qilib berishimiz. 220 liklar. Tekstil, orqalari laminat. Bir xilda hamma yo'q. G'aladonlari o'sha, milatiroli.
Qolgan razmerlarga qilib beraveramiz. Bunga qarang, hozir mo'yka 10 edimi? Mo'yka 10dan beryapmiz. 10ga chapga. 10 ga chapga 10 uradi. Mo'yka 10dan so'ng nechga qo'shiladi? 150 ming qo'shiladi. 150 ming. O'zlaring kesib o'rnatib berasizlar. O'rnatib beramiz, tayyor. O'zlaring kesib o'rnatib berasizlar. Endi bu svetlari ham bor, 1,5lar ham bor. Shu 1,5 ming. Bu yerda 120 1,5 qolib ketdi. Bu 1,5 metrli. Xuddi shunaqa bir xilda ishlashi. Hamma yo'g'i bu kironkalari, bular ham bir xilda. Sveti bo'lay, har xili bor. Tekistaliyat bu ham orqasi nima? Bular 1,400 ming beryapti. 1,5 metrdagi 1,400 ming so'm. Bu 120. 120 dagi bu. 120 lik. Joyimiz ichi torroq. 120 lik bular ham. Mana shular 1 million qilib beryapti, 120. Hop, endi Ana yerda 1 metrlik bor ekan, shu. bu ham 1 metrdagi. Aha. Bu nechi 900 mingmidi bu? Ha, 900 ming. Mana shu xollar ekan, ochib bir qator ishlarni ko'rsataylik-da. Polkalari ham bor. Hamma joy-joyda, mana. Ularni ham ko'raverasiz. Tekstaliyat o'sha bir xilda, laminat mana. Ular 900 ming qilib beryapti, razmeriga qarab. Orqa tomondan e'tibor berasiz. Shunaqa qalinlikda laminat bo'ladi, ya'ni HDF yubka panetka emas ekan. 900 ming 1 metrlik, 600 ming 80 santimetrlik ko'rgan, 1 metrlik 900 ming, 120 1 million, 150 lar 1 million 400, 180 ko'rsatganimiz yo'q, 1 million 600 ming, ikkilar 1 million 800 ming, o 220 2 million qilib beryapmiz. Bularchi? Ha, mo'ykalarimiz bor. Mo'ykalarimizni ham kironkalar shundan 400 ming qilib beryapmiz. Buni 10 chapi bor. Bunaqa o'yinchoq va mo'ykasi. Aha. Bular 400 ming so'mdan qilib berishyapti ham mo'ykalar. Bunisi g'aladonligi, ha. G'aladonligi. Xo'p, bo'ldi, qolmadimi bu yerda menimcha? Yo'q, shu. Xo'p, ana shu ekranda pastda nomerlari bor, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Bittadan like bosib, shunaqa oshxona mebel va spaniga aytib, o'qitadigan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.